Jizzax viloyatida Kia brendining yangi K3 sedani ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Mazkur model aprel oyi oxirida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan. Avtomobilni ishlab chiqarish ADM Jizzax zavodida tashkil etildi. Hozirda bu yerda yangi ishlab chiqarish liniyalarini ishga tushirish ishlari to'liq yakunlangan. Loyiha Kianing xalqaro texnologik standartlari asosida amalga oshirilib, butlovchi qismlarni tayyorlashdan tortib, yakuniy sifat nazoratigacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Jizzax viloyat hokimi Ulug'bek Mustafoyev ham yangi loyihaga bag'ishlangan tadbirda so'zga chiqib, hududdagi sanoat taraqqiyotiga alohida to'xtaldi. Viloyat hokimining ta'kidlashicha, so'nggi 10 yilda Jizzax viloyati mamlakatning eng tez rivojlanayotgan industrial markazlaridan biriga aylandi. Ilgari asosan qishloq xo'jaligiga tayangan iqtisodiyot bugungi kunda yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va mashinasozlik yo'nalishiga izchil o'tmoqda. Ayni paytda viloyatda avtomobilsozlik sanoati jadal rivojlanib, Kia bilan bir qatorda BYD kabi yirik brendlar modellari ham ishlab chiqarilmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida ADM Jizzax mas'uliyat cheklangan jamiyati qisqa vaqt ichida mamlakatdagi yirik avtomobilsozlik korxonalaridan biriga aylandi. Agar 2021-yilda korxonada to'rvondan 6000 ta avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 46000 dan oshib, 12,2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Mazkur natijalar Jizzax viloyati yalpi hududiy mahsulotining 36% va sanoat ishlab chiqarish hajmining 54% ni tashkil etmoqda. Bu avtomobilsozlik tarmog'ining hudud iqtisodiyotidagi yetakchi o'rnini yaqqol namoyon etadi. Ilgari $226 million investitsiya hisobiga Kia Sonet avtomobilini to'liq siklda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bo'lsa, endilikda yangi Kia K3 modeli uchun $65 million investitsiya kiritildi. Shuningdek, $100 million dan ortiq sarmoya evaziga mahalliylashtirish klasteri tashkil etilib, o'rindiqlar, plastik detallar, rezina zichlagichlar hamda lak bo'yoq mahsulotlari ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Viloyatdagi 2 avtomobil zavodi bugun mahalliylashtirish jarayonlarida lokomotiv vazifasini bajarmoqda. Ularning atrofidagi hududlarda kooperatsiya asosida yangi ishlab chiqarishlar tashkil etilmoqda. Umuman olganda ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi aholi bandligini ta'minlash, ayniqsa mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlar uchun doimiy ish o'rinlarini yaratishda muhim omil bo'lmoqda.